Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada gacırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağı 2025 yıl 2. ayının 12. günü hürmetli vatandaşımız. Bugünkü vaziyetten eysak birinci bulup Amerika Qo'shma Shtatlarının harbiy parxodlari Tıngillaten Tayvan boğazdan öttü. Ötkenki zamanlarga seliştirganda okşamaydigan bir tarafı. Ötkende bugünü kiretdi Tayvan boğazı yani şu haman şu günü çıkıp gitetdi deyli. Bu kadar hemen de 2. ayının 10. günüdün 12. günü güçe Tayvan boğazıda 2 gün harbiy faaliyet kıldı. Mana bu burunqi zamanga kiyen hazır Amerika armiyasının Tayvan boğazıga kiriş usulüdeki özgürlük dep qarasanız buldu vatandaş. Ani ikinci bir xabarda hazır Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Iordaniyanın padişahı Abdullah bilan ko'rishdi. Ani üçüncü vaziyette Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti J.D. Vance Fransiyada AI xalqaro yuqori darajali yig'iniga qatnashib ham Jungoga ogohlantirish berdi. Jungoliklar o'ltirgan so'rinda Jungo ogohlantirish berdi. Hem shundaqla bu qatim Fransiyada ochilgan xalqaro yuqori darajali AI yig'inining xitobnomasiga imzo qo'yishni rad qildi. Sebebi biz mustabbit devletler bilen hamkorlaşmaymiz dedi. İhtimal bunun içinde Jungo ve başka mustabbit devletlerinin vekilleri bo'lishi kerak. Xitobnomada ham shularning qo'li bo'lishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti, muavin prezidenti Vance efendi onun imzo qo'yishni rad qildi vatandaş. Andaki yana bir vaziyat, yani siz biz dikkat kıladigan bir vaziyat. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti ve hükümetinin önümlük hareket qilishini nazorat qilish organi deydigan shundoq bir organ. Shuning yaqinroq bir organ qurilgan edi. Buning Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Amerikada yuqori fan texnika alimi yani Elon Musk'ni rehber qilib tayinlagan edi. Tesla şirketining boshlig'i Elon Musk'ni tayinlaganda bugun Elon Musk shundoq talab qo'yibdi vatandaş. Debdiki Amerika ovoz radio stansiyasini shundoqla Erkin Osiyo radio stansiyasini taqashni talab qilibdi vatandaş. Endi bunun bizden hazırlıkça sebebinin nima ekanligini tushunmasakmi bir qaymoqish ichida turib qarayapmiz bu nima ishdi deb bo'lib buning ichida Erkin Osiyo radio stansiyasi bo'lib Tibet bilan Uyg'ur uchun naqadar qimmatli bir stansiya edi vatandaş. Vaziyat ana shundoq. Bundan keyin andin Rusya Federasyası Prezidenti Tüngillaten yani meydanında küçükün özgürlük hasıl kılıp dişlik söhbeti olturuşunun şartlarını koyup yani burunqadek tekrarlaptı. Mesela Prezident Zelenskiy ve başkalar Rusya hazır Ukrayna'nın şarkı kısmında besip olgan ülkelerini Rusya'nın ilgilik hukuku tevbe deb itiraf qilish kerak deydigan shundoq bir shartnoma. Bunun sebebi nima ekanligini belgilab olmaydi. Biroq hozir urush maydonida o'zgarish, Rossiya, Ukraina urush maydonida o'zgarish bo'lib o'tadi. Endi suhbat qurish oldida bu ishlarning qanday ish ekanligini, jarayoni va uning sabablari keyinchi o'tirg'i chiqishi mumkin vatandoshlar. Ondan keyin sizlarga so'zlaydigan bir vaziyetimiz nima desiniz, bunun dikkat qilsangiz vatandaş. Bu vaziyet bundaq.
Avam Palata Cumhuriyetçiler Partisi daisi Cungo'nun adaletsiz savdo qilishiga qarshi turish uchun normal. Masalan, normal savdoda Cungo'ga e'tibor berish siyosatini bekor qilishni ilgari surdi. Mavzuli xabar 2 ayning 12 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmamiz e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi vatandosh. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi maxsus Cungo masalasini muhokama qiladigan komitetning raisi John Mulliner bundoq ko'rsatdi. Men qonun loyiha o'tirib qo'yib Cungoga berilgan normal savdoga e'tibor berish siyosatini to'kma qilib setishni, adolatsiz qo'shimcha qo'shib berishni biz bu jihat tadbir qo'llanishimiz kerak deb ko'rsatdi rais John Mulliner. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump 1-20 kuni vazifaga o'tirgandan keyin e'lon qilgan eslatmasida hukumat a'zolarining Cungoga normal savdoga e'tibor berish o'rnini tekshirib, qonun turg'izishni talab qilgan edi. Arkadilla Mulliner Avam Palata a'zosi tam so'zi bilan birlikda adolatli savdoni asliga keltirish qonun loyihasi o'tirib qo'yib, qonun loyihasida Cungoga berilgan savdoga e'tibor berish siyosatining o'rnini bekor qilish talab qilindi. Basqıçlığı bölüp, yuqori normada baş qo'yish Cungoga tuvan baholiq buyumlarning pochta orqali avatilishini cheklash yoki baş qo'yish, buningga bosh kechirim qilishni cheklash bu qonun loyihasida ya'ni shunday talab qilindi vatandosh. Endi yana bir xabar boshqa. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Iordaniya podshosi Abdullahning Amerika'nın G'azzo planini qo'llashini talab qildi. Mavzuli xabar 2 ayning 12 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmamiz e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Iordaniya podshosi Abdullah II Aqsaroyni ziyorat qilgan mezgilda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Iordaniyaning Falastin xalqini qabul qilishini va Amerikaning G'azzo planini qo'llashini talab qildi. Bu ish O'rta Sharq uchun aytganda yaxshi ish deb ko'rsatdi prezident Donald Trump. Sizlar qaltis bir taraqqiyotni ko'rib turibsizlar. Prezident Donald Trump podshoh Abdullah bilan ko'rishishdan burun muxbirlarga hamma ish yuz berdi. Bu yerda herkesin başlaganda murakkablashadigan ish sodir bo'lmaydi. Sizlar endi tunji bo'lib, O'rta Sharqning muqimlashganligini ko'rib olasizlar. Falastin xalqimi yaxshi turmush ko'chiradi deb ko'rsatdi prezident Donald Trump. Prezident Donald Trump vazifaga o'tirib Aqsaroyga kirgandan keyin Rais Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganligini e'lon qildi. Yana bir xabar. Mavzuli xabar 2 ayning 11 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmamiz e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trump matbuotga bundoq ko'rsatdi. 1-ayning 20 kuni qasam berib, vazifaga o'tirgandan keyin Cungoning raisi Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdim deb ko'rsatdi prezident Donald Trump. Lekin telefonda so'zlashganda konkret yoki tafsiliy mazmunlarning nima ekanligi to'g'risida javob bermadi vatandoshlar. Bu bugün kişilerge topshirdigan vaziyetimizga aloqador bir leksiya vatandosh. Endi sizlarga 2-qadamda yana bir Cungoga munosabatlik qisqa xabarlar
Onundan avval Cumhur'un işki kısmındaki bir özgürüş mesela. Nemi özgürüş desiniz, tünügün dedik, internetni her bir işlerinin başkuruşuğa, her bir kişilerin başkuruşu tapşır dedik. Şunun münasebetlik leksiyalarımızı sözleyimiz vatandaş.